bugün özüm 85 yaş kiripme, bugün anlavatma. Eğer de her bir nahiyede moşundaq işlanmağıdığın bolsa, biz az milletlik halik bir-birimizden hili çoğunqurarak tonuşup, yakın bolup, aşındaq özümüz tirikçilik kılışçığa köp medet berdi degen söz. Mana bugün nöbet Azat ağindimize kepti. Azat hakiki ağinlerinin biri. Hakiki degen söz şu Azat üçün kullanılmamalı. Biz mındaqlı ağinler emas. Çünkü biz tesadüfi tanışıp qalgan. Çelekte bizning Qazaq o'tira maktabida Uyg'ur bolaları patmay qilib, Monyaqda bir çoğun bir imorat bardı, şu yoqqa Uyg'ur bolalarını bölüp aşağıda Uyg'ur maktabini açaylı deb Çelekte 63-yılı sentyabrda birinchi qaytim Çelekte Uyg'ur 8 yıllık maktabi içildi. Şu 8 yıllık maktabning holini qurganlarniki bir biz. Endi bu şu maktabga kirib bolalarimiz bilan tanışıp bir 300dek bola bor. Özümüz ruhlanıp, şu maktabni özümüz jondab, özümüz köstimiz degan maqsad qo'ydik da. Shunda qilib bir zamanda bizning 8-sinf выпускной bo'lgan bo'lib qoldi. Shundan keyin to'xta. Teatr bizga bir hafta, 2 hafta gastrol keldi Çelekka. Şu mehmonxonada turdi, kolxozlar namasini aylandi. Men berib şu teatrga berib so'zlashib boqay. Birinchi qaytim shu bizning выпускникларni şu teatrning orkestri bilan, ashlar bilan o'tkazish mumkinchilik bormi ekan dedim de. Degan bordim şu gostinitsaga borsam, bir qo'lda krujka, yangi choyni qaynatib, ashadin chiqib yutibdi. Hey Azat degen sizmi desem, men Azat degen. Men sizin izdigini 3-4 gün bo'lib ketdi deb qaqvaqni saldım ben bunu. Şonda bir yak şu krujkadagi choyni ichkilan bölüşüp içip hammasini etdim. Başta bizde Çelekte birinchi qaytim Uyg'ur maktabi içildi qara. Выпускной вечер. Mush haftada ashunga orkestrini kelib bir bizning ko'nglimizni ko'tagimiz. Men so'zlashib boqay. O vaqtda Sergey Rybunich başayan kelib turdigan. Andan keyin bir dirijor bardi, o'ris shunga. Şunla işkiler öyle geldim. Öyle bizden bir için çay içtik. Şunla Azat yok. Bir çıktım gün öyle. Boldu ben geliştim. Orkestrine ekilimiz dedi. Boldu dedim maşinlan tayarlap, ekip şkolga ekilip. Şunçilik ötkezdik. Halkın orkestrlar bilen Grek balları barken üyede. Oruslan barken orkestrda. Şunda çıraylık ötkez. Şunla işkilen dost bobluk ettik. Azat Çelek kese birinci bizden öyle düşürdü. Ben Almatı'ya kelsem birinci Azat'ın öyle geçmişiz. Bana maşında hep ağın oldu. Endi bu ağının risklerini etsek çeksiz. Hakiki ağının riskleri tola. Biz hemimizin bilip ketmeyimiz. Bırak Azat bizden fakat menin ağın emas, menin ailemnin ağınısıydı. Nevirlerim Azat aka dese koçuk jügrep çıkıp karşı aldı. Hey ben bir çatılık kaldım mı dep koyattım şu vaklarda. Bizden balalar şundan yaxşı göretti. Endiki özümün kattık koçuk. Onun bilen biz yığırçılıkladım bildi olduk. Kaygıladım bildi olduk. Koşallıkladım bildi olduk. Aşındak ömrümüz öttü. Endi onun kılan işlerini, teatrga kelsem Azat'a друг пришел deydi. İç birdi. Onun kabineti var. Aşı çekip yutdu tam hakkında. Nemançalı Azat bunu ıstıkapsan kodap koymasan. Aşında kılıp ötken spektakellerini tahlil kılımız, konsertlerini tahlil kılımız. Bunu mandaq olsa yaxşı болады ki Azat andaq mana deb. Endi bu balniki bir xisleti adam balsığı yaxşılık kılman degen jürigide otu babalı. Benim başında şu muallimlik işimge qarab, hey, sen manda bekar cümle, davay sen bir emgek yaz.
Men nima еңбек yazdым? Bo'ldi. Men sana aytib berman deb bir kun Turg'onjon Ro'zaxonovni uyiga chaqiribdi. Menga telefon qildi. "Ey, Rahim, Mushtaq Turg'onjon keldi bizning uyga. Seni ko'ray deyapti" dedi. Ay, yugurib keldim. Kelib bir ishni boshlab qo'yganman. Mushu ximiyadan atalg'ularni, Uyg'ur tilidagi atalg'ularni bir sistemaga chep qo'ysam, xalqaro sistemada bo'lsa bizning tilimiz qanday kitobni foydalansang shu yaraydi. Shuning beshini boshlab qo'ygan. Azat to'kyapti uning quloqi, Turg'onjonniki. Bo'ldi, siz yezing, biz chiqirmiz deb Turg'onjon. Mana bir yo'lak bo'ldi-da, tirak. Shunga 5 yil ishildim men kitob bilan. Bu muzika durdanlari degan bu kitobni yozdim. Последний kitobini. Chiqilan soat 3larda telefon qildi. Sen uxlayapsanmi? Men uxlayapman. Men tek uxlamadim, men yezyapman deb boshlab qo'ygansiz. Kitob chiqdi. Kitobni chiqardik. Hozir maktablar shu kitobni foydalanyapti. O kitob ilhom mukofotini oldi. Uyg'urlarning ichidagi birinchi qitim Qozog'iston to'prog'ida shu Ruscha, Qozoqcha, Uyg'urcha ximiya atalg'ularining izohliq lug'ati degan kitob chiqdi. Mashunda endi uniki nurg'un narsani aytib bersam, hozir hukumatning bir kelib qolam degan da'vatim. Azat bilan ishim. Mushu Azatning bolalari, navirlari, bizning bolalar, navirlar hammamiz mashtaq aralashib ketdik. Men deyman, Azatni to'nimaydigan odam yo'q. Qayerga bo'lsang, Abiskan degandek aralashib kirib ketadi, biz chatlib qolamiz. Keyin chiqdi bu yoqqa, bu nima? Voy mening og'inam. Bu mening og'inam. Men kimman sana deb qo'ymasdak. Ashunda qilib o'tgan hayot 75 yilda dunyodan qaytdi. O'zimiz bir mashrabda do'qmoqchi chelakda. Qanday qilamiz? Hozir mana og'inlarimizdan 3-4imiz qoldik. Men o'ylayman, Xudoyim, shu yaxshi odamlarni aslash uchun bizni qo'ydimikin. Mana sizning bugun yig'ilganingizga men ming bir rahmat deyman, Karlin. Men o'zim degan aytib oldim, biroq nurg'un deganim qoldi. Shuning uchun bir-birimizni hurmatlab, izzatlab, o'zimizdan keyin qolgan avlodimizga tonishtirib, shu odamlar, mandaq odamlar bor ekan degan niyat umidingizga ming bir rahmat sizlarniki. Mana Gulvira adam o'zimizning hadislar ko'p ketdi. 3 qitim telefon qildi. Rahimjon, siz keling. Voy, men uyga bosiz telefon qilsangiz bormi? Ashunda qilib bugun mana yetib keldim. Mushuni ko'rishga nasib qildi menga. Hammanglarga rahmat. Ishinglarni tashlab, nisha kelib, Azat og'inam to'g'rilab, anglab ketganinglar. Rahmat.